Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan birga hamma qiynaladigan mavzu passiv voice ko'rib o'tamiz. Bu passiv voice mavzusida juda ham ko'pchilik odam qiynaladi, chunki o'zbek tilida tushunmagan bo'ladi. O'zbek tilida tushunmagan passiv voice nimaligini ingliz tilida tushunishi juda ham qiyin bo'ladi. O'zbek tilida sodda qilib tushuntiraman. Birinchi, keyin ingliz tiliga o'tamiz. Kelishmi? Xo'p, o'zbek tilida mana misol uchun birorta narsa qilindi deymiz-ku. Nimadir qilindi deymiz. Mana misol uchun shuni uyga kelasiz, uyga kelsangiz, qarasangiz, deraza singan. Deraza sindirildi deysiz. Chunki kim sindirganini bilmaysiz. To'g'rimi? Kim sindirgani noma'lum. Mana ingliz tilida ham xuddi shunaqa narsa bor va biz bu narsani ko'p joylarda ishlatganimiz uchun biz buni o'rganamiz. Tushunarli? Mana misol uchun Sherqo'zi oynani sindirdi demaysiz-da, oyna sindirildi deysiz. Chunki oynani siz kelgan paytda kim sindirganini bilmagansiz. Keyin bildingiz. Tushunarlimi? Tushunarli? Xo'p, the passive voice. Passive voice biz ko'rib o'tamiz bugun present simple va past simple da ishlatilinishini. Okay? Qanday ishlatiladi? Xo'p. Birinchi o'ringa kelamiz. What is passive voice? Passive voice nima? What is passive voice? Mana we use the passive when the action. What do you mean action? Yes, action itself, action the o'zi itself is more important. Important demaydi? Yes. Action is more important. Okay? Ya'ni ish harakat muhim nimadan ko'ra? Than who does it. Nima? Kim qilganidan ko'ra. Bizga kim qilgani qiziq emas. Bizga nima muhim? Action, ish harakat bo'lgani bu. Tushunarlimi? Tushuna oldingizmi? Undan keyin or we don't know yoki-da biz bilmaymiz kim qilgan. Okay? Kim qildi biz bilmaymiz. Tushunarlimi? Tushunarli? Biz kim qilganini bilmaymiz. Yoki-da yana bittasi bor. We don't need to say. Aytishim shart emas. Who did it? Kim qilgan? Tushunarli? Yaxshi. Xo'p, biz aktiv. Mana aktiv gapga birinchi aytib qo'ying. Mana aktiv bu hech qanaqa zamon emas. Bu hech qanaqa nima emas. Modal fe'l emas bu. Tushunarlimi? Bu shunchaki aktiv struktura. Tushunarlimi? Biz har doim aktiv gap gapiramiz deyarli. 90% holatda aktiv gap gapiramiz. Ba'zi gaplarimiz bor, ular faqat passiv bo'la oladi. O'shalarni passivda gapiramiz. Tushunarlimi? Mana misol uchun, they make cars in Japan. They bizda nima? Ular. Bu nima bo'ladi bizda? Subject. Ya'ni subject nima edi o'zi? Ha. Nope. Subject I, we, you, they, he, she, it, Sherqo'zi, Qo'ysulu, Gulmamat, Gulchapchap. Ha? Hammasi bizda nima edi bular? Subject. Bular nima uchun subject deb bilasizmi? Chunki bular ish harakatni bajarardi. Nimadir qilardi. Mana bu joyda ham mana they make ular qiladi mashinani. Kim qiladi? They, ular. Qayerda? In Japan. Tushunarlimi? They make cars in Japan. Ular Yaponiyada mashinalarni qiladi, tayyorlaydi deyapti. Tushunarlimi? Tushuna oldingizmi? Endi mana bu bizda aktiv gap. Endi biz buni passivga o'zgartirgan bo'lsak, passivda nima bo'ladi? Qarang. Cars are made in Japan. Mashinalar Yaponiyada ishlab chiqariladi. Kim ishlab chiqaradi? Muhim emas. Chunki bu mashinalar Yaponiyada ishlab chiqariladi deyapmiz. Kim ishlab chiqarishi? Muhim emas. Tushunarlimi? Qiziq emas bizga. Yaponiyada qilinadi bu deydi. Tushunarlimi? Yaponiyada qilinadi. Tushunarlimi bu? Tushuna oldingmi buni? Cars are made in Japan. Tushunsa? Keyingizda qarang. Notes. Nima edi? Eslab qo'ying. Qarang. The object of the active sentence, such as cars, mana bu joyda, bu joyda active sentence bo'lganda, mana cars bizda nima edi bu? Object edi. Mashinalar. Bu holatda mana cars bizda object. Endi mana shu object becomes the subject of the passive sentence. Mana nimaga o'tib oldi? Egaga o'tib oldi. Tushunarlimi? Subjectga o'tib oldi. Tushunarlimi? Subject joyiga o'tib oldi aniqroq. Tushuna oldingizmi? Tushundiga? Yaxshi. Xo'p, biz endi keyingisi. Bizda buni form nima edi? Yasalish. Qanday yasaladi? Bizda qarang, present simple da passive voice yasalish. Birinchi o'rinda. Bizga keladi qarang, subject, emizar, past participle. Nima edi bu? Verb 3 yoki-da ed. Verb 3 nima uchun? Verb 3 qanday fe'llar uchun?
Yes. Nima deymiz noto'g'ri fe'llar in English? What? Irregular verbs. What about to'g'ri fe'llar? Yes, regular verbs. Ularni nima qilamiz? Ularni bu joyda. Ularga nima qilamiz biz? Yes. Ularga biz nima qo'shar ekanmiz? Ed qo'shar ekanmiz. Tushundingmi? Mana shuni, mana pozitiv shakldagi bor-ku, pozitiv shakldagi. Mana subject o'rniga o'zi aslida men sizlarga o'rgatganman, nima qo'yamiz? Object qo'yamiz. Prostagina gapni boshiga subject deymiz-da. Tushundingmi? Aslida bu nima? Object. Passiv bo'lsa bu aslida nima? Object. Tushundingmi? Shuni oldingizmi? Keyingi bizda negativ shakli nihoyatda oson. Negativ bilan qo'shib o'zi har doim oson bo'ladi. Siz faqat passivni yaxshi bilasiz bo'ldi. Bizga qarang nima deyman? Subject, undan keyin nima? Am, is, are va not qo'shaman. Bu nima bo'lib qoladi? Negativ bo'lib qoladi. Tushundingmi? Mana undan keyin past participle. Nima edi bu? Verb 3 or ed. Tushundingmi? Mana ikkalasining ham example gapi bor. Qarang. English is spoken here. Bu yerda ingliz tili gapiriladi. Ingliz tili o'ziga-o'zi gapirmaydi-yu. Ingliz tili nima qilinadi? Gapiriladi. Tushundingmi? Ingliz tili gapiriladi bizda. Mana English is spoken. Ingliz tili gapiriladi. Buni aktiv bo'lsa ayta olmaysiz-da. Yo ayta olasiz, mana qarang. People speak in English here this. Odamlar bu joyda ingliz tilida gapiradi des. Qaysi biri yaxshiroq? Odamlar bu joyda ingliz tilida gapiradimi yoki bu yerda ingliz tili gapiriladimi? Bu yerda ingliz tili gapiriladi, yaxshi. Tushundingmi? Keyingi bizda qarang. Mana bu formasini o'rgandik-ku. Mana bu joydami? This road. Road nima edi? Yo'l. This road isn't used much. Much nima degan? Ko'p. Bu yo'l ko'p ishlatilmaydi. Yo'l o'zini o'zi ishlatmaydi-yu. Yo'lda kimlar ishlatadi? Odamlar ishlatadi. Tushundingmi? Drivers. Kim edi? Haydovchilar ishlatadi. Tushundingmi? Mana aytdim. This road isn't used much. Bu yo'l uncha ko'p ishlatilmaydi dedim. Tushundingmi? Mana this road bizda nima bu? Bu yo'l. Bu bizda object o'zi aslida. Tushundingmi? Bu aslida bizda object. Bunga nisbatan ish harakat bajarilyapti chunki. Bu ishlatilinadi. Tushundingmi? Yaxshi. Question nihoyatda oson. Bizlar shuni oldinga o'tib oladi. Undan keyin subject, undan keyin past participle. Nima edi bu? Verb 3 or ed. Tushundingiz? Shuni olamiz mana. Is English spoken here? Bu yerda ingliz tilida gapiriladimi? Tushundingmi? Is English spoken here? Tushundingmi? Shuni oldingiz. To'liq. Buni. Tushundingmi? Yaxshi. Now guys, use for general facts, routines and things that are always usually true. Bu joyda nima deyapti? Qarang. Present simple da ishlatish ismizdan repetitive ish harakatda ishlatiladi. Repetitive nima edi? Takror bo'ladigan ish harakatlarga, faktlarga nisbatan, oddiy ish harakatlarga, odatda qilinadigan ish harakatlarga, routines, daily routines ishlatiladi. Bu ham xuddi shunaqa, passiv ham xuddi shunaqa ishlatiladi. Tushundingmi? Bu o'zgacha narsa bo'lib ketmaydi. Bir xil tushuncha qolaveradi. Bilib oldik-a? Tushundingmi? Xo'p. Yaxshi. Next one bizda past simple'lik. Past simple nima edi? O'tgan oddiy zamon. Present simple mana. Qarang, present simple hozirgi oddiy zamon. Past simple bizda o'tgan oddiy zamon. Tushundingmi? Mana aytdim. Pozitiv shaklida boyaginda nima ishlatdik biz? Qarang. Emizlar ishlatdikmi? Nima bo'lgani uchun? Present bo'lgani uchun. Endi qarang, pastda ham emizlar ishlatsa bo'ladimi? Yo'q. Emizlar o'tgan zamon nima edi? Was berishdimi? Bo'ldi. Bu yog'i bir xil. Tushundingmi? Bu yog'i bir xil. Mana aytdim. Subject plus was were plus past participle. Tushundingmi? Tushuna oldingmi? Was'ni qaysilarga ishlardik? Was'ni I, he, she, it. Where'dichi? You, we, they. Tushundingmi? O'zi ishlatishimizda. Lekin o'zi bunday umumiyda aytadigan bo'lsak, bizda I nimaga ishlatiladi? Yo'q, I emas. Was. Was nimaga ishlatiladi? Yo'q, birlik narsaga ishlatiladi. Where'chi? Ko'plik narsalarga ishlatiladi. Tushundingmi? Tushuna oldikmi? Kim tushunmadi?
Yaxshi. Xo'p, mana this song was written. Nima? Bu qo'shiq yozilingan 1980-yilda. Tushundingmi? This song is written, was written debman. Emas. Tushundingmi? Chunki o'tgan zamonda. Was written. Ha. Is written demanglar. Was written deyishlar kerak. Tushundingmi? Tushuna oldingiz? Yaxshi. Xo'p, keyingisi bizda negativ shakli. Negativ shaklda bitta xuddi boyagidek. Was were ga nima qo'shamiz? Not qo'shamiz. Bo'ldi. Mana subject plus was were not, undan keyin past participle. Nima edi? Verb 3 yoki da edi. Bizda nima? The email wasn't sent. Sent. Yes. Jo'natilmadi on time. Vaqtida. Tushundingmi? Bu email vaqtida jo'natilmadi. O'zi o'tgan zamonda o'tib ketdi. Tushundingmi? Tushuna oldingmi? Ha. Yaxshi. Question. Nima edi? So'roq shakli. Savol shakli bizda. Bizda savol shaklida was were lop etib oldinga o'tib oladi. Bo'ldi. Tushundingmi? Was were shunday oldinga o'qib qo'yasiz, ishingiz hal. Mana was were undan keyin nima? Subject, undan keyin past participle. Nima edi u? Verb 3 yoki da edi. Qanday fe'llarga edi qo'shardik? Regular verblarga. Qanday fe'llar uchinchi shakl ishlatilardi? Irregular verblar. Tushundingmi? Yaxshi. Xo'p, bizda was this bridge? Bridge nima edi? Ko'prik. Was this bridge built recently? Bu yaqinda qurildi. Bridge nima edi? Ko'prik. Bu ko'prik yaqinda qurildimi deyapti. Ko'prik o'zini o'zi quradimi? Yo'q. Uni kim quradi? Quruvchilar quradi. Constructors. Tushundingmi? Tushuna oldingiz? To'liq. Ha? Tushundingmi? Yaxshi. Xo'p, endi bizda keyingi narsamiz. Qarang. Turning active into passive. Biz hozir aktiv gaplarimizni passiv gaplarga o'zgartirib ko'ramiz. Tushundingmi? Mana, the object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence. Bu joyda nima deyapti? Mana objekti bor-ku. Bu qanday gapda? Aktiv gapda. Aktiv gapdagi objekt mana bu o'tganda bu nimaga o'zgaradi? Subjektga o'zgarib ketadi. Tushundingmi? Agar charkashib ketadigan bo'lsanglar mabodo, objekt boshiga o'tib oldi desangiz ham bo'ladi. Tushundingmi? Yangi subjekt bo'ldi shart emas. Objekt boshiga o'tib oldi desangiz ham bo'ladi. Tushundingmi? Mana. Leonardo da Vinci kim? Bilasizmi? Rassom. Keyin Leonardo DiCaprio bor, kim bu? Ha, u Titanic'da o'ynaydi. Leonardo painted. Painted nima edi? Chizgan. Ha, the Mona Lisa. Mona Lisa. Tushundingmi? Kim chizgan? Leonardo. Demak, bu qanday gap? Aktiv gap. Endi biz buni o'zgartiramiz nimaga? Passiv gapga. Mana, endi boshiga o'tkazib olaman. The Mona Lisa was painted. Chizildi. Mana shu yerda gap to'xtatsam ham bo'ladi. Chizilgan. Tushundingmi? Lekin endi kim tomonidanligini aytmoqchi bo'lsam, nimadan foydalanaman? Bydan foydalanaman. Tushundingmi? By Leonardo. Tushundingmi? Tushuna oldingizmi buni? Yaxshi. Mana, we only mention the agent. Agent degani bizda qiluvchi odam. Qiluvchi odamni biz by bilan aytsak bo'ladi. Tushundingmi? Qachonki bu muhim bo'lsa. Odatda biz aytmaymiz. Tushunarlimi? Tushundingmi? To'liq. Tushundingmi? Yaxshi. Xo'p. Bizga keyingisi qarang. Examplelarimiz ko'rsak bo'ladi mana. Present simple ga. English is spoken in many countries. Ingliz tilida gapiriladi ko'p davlatlarda. Tushundingmi? Yoki-da these cars are made in Germany. Bu mashinalar Germaniyada ishlab chiqariladi. Tushundingmi? Tushundingmi? Keyingisi bizdan the office is cleaned every day. Bu ofis har kun tozalanadi. Tushundingmi? Tozalanadi. Keyingisi coffee is grown in Brazil. Coffee Braziliyada yetishtiriladi. Tushundingmi? O'stiriladi. Keyingisi the letters mi? Nope. Yes, xatlar. Xatlar are delivered. Yetkazib beriladi, olib kelinadi. Mana every morning. Har kun ertalab. Yoki-da bizda this bridge. Bu ko'prik is used ishlatilinadi by thousands of cars daily. Daily nima degan? Daily.
kunlik. Ha, cars nima? Mashinalar. Tushundingmi? Thousands, thousands. Minglab, minglab. Bu ko'prik ishlatiladi minglab mashinalar tomonidan. Tushundingmi? Minglab mashinalar undan yuradi degan ma'no beradi. Tushundingmi? Yaxshi. Xo'p. Bizda endi past simple example'larimiz. Qay. The Eiffel Tower. Bilasizmi? Eiffel nimasi? Minorasi. Eiffel minorasi was built. Qurilgan. O'zi o'tgan zamonlar u. Qurilib bo'lgan. In mana necha? 1889. Mana qaysi bor? 18 89 yil bor. 1889. Tushundingmi? Xo'p, keyin aytdim mana. Next one, this song was written by a famous singer. Bu qo'shiq yozilingan mashhur qo'shiq tomonidan. Tushundingmi? Keyingi the letters nima? Xatlar were sent yesterday. Kecha jo'natilgan. Tushundingmi? Keyingisi bizda my bike was stolen last night. Meni bike, bike. Velosiped was stolen. O'g'irlandi last night. O'tgan tunda. The bridge nima edi? Ko'prik was designed. Design qilingan. Design by a famous engineer. Kim tomonidan? Mashhur injener tomonidan. Tushundingmi? Dinner was served. Tushunolmaysiz buni? Do you understand? Xo'p. Bizda common mistakes. Ko'p qilinadigan xatolar. Ko'p qilinadigan xatolar. Qay, cars are made deydi. Nima bo'lish kerak? Made bo'lish kerak. Cars are made in Germany bo'lish kerak. Tushundingmi? Chunki biz nima dedik? Verb 3 yokida ed dedik. Make bizda irregular verb. Ha? Shuning uchun biz nima ishlatishimiz kerak? Made ishlatishimiz kerak. Tushundingmi? Unga make-dan deb bo'lmaydi-da. Chunki regular verb. Bizga keyin qarang, past participle not base verb. Base verb degani verbni ishlatma. Verb uch ishlatdi. Tushundingmi? Yaxshi. Keyin the letter was wrote yesterday. Bu ham xato narsa. Wrote nima? Verb nechi? Verb 2. Bizga nechi kerak? Verb 3 kerak. Tushundingmi? Mana the letter was written yesterday. Ha. Xat bitta. Was-ku. Tushundingmi? Mana irregular past participle. Keyin qarang, the office clean every day. Bu qarang, tarjimasi ham qanday bo'lyapti? The office clean. Office tozalaydi har kuni. Nimani tozalaydi office? Office tozalamaydi-ku. Tushundingmi? Ha, tozalanadi bo'lish kerak. Mana the office is cleaned every day. Tushundingmi? Tushundingmi bu? To'liq. Tushundingmi? Yaxshi. Xo'p, bizga guys, bu exercise. Xo'p, buni guys bitta-bittasini qilib beraman. Qolganini o'z qilasiz. Okay? Tushundingmi? Mana qarang, birinchisi bizda rice nima edi? Guruch. Guruch sanaladimi, sanalmaydimi? Sanalmaydi. Demak, shuning uchun qarang. Biz is qolamiz. Rice is grown. Uchinchi shakli nima? Grown in Asia. Nima dedim? Ha, guruch Osiyoda yetishtiriladi dedim. Tushundingmi buni? Buni tushundingmi? Yaxshi. Keyingi narsamiz guys bizda active to passive. Aktivdan passivga o'zgartirasiz. Tushundingmi? Aktivdan passivga o'zgartirasiz. Mana rewrite each sentence. Rewrite nima edi? Qayta yoz. Each sentence har bitta gapda endi passive voice. Passive voice'da. Tushundingmi? Mana qarang. They clean the office every day. Ular har kuni ofisni tozalaydi. Endi qarang, boya aytishim kerak. Office har kun tozalanadi deyishim kerak. The office is cleaned every day deyman. Is deyman. Was deya olmayman. Every day kuchuk. Tushundingmi? Tushundingmi to'liq? To'liq, ha? Yaxshi. Key takeaways guys. Asosiy eng muhim joylar. Bizda guys present simple passive voice'da emizar, undan keyin past participle keladi. Past participle nima edi? Verb 3 yoki deylik. Past simple'da was were, undan keyin past participle keladi. Bizda keyingisi qarang. Xo'p, the object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence. Objectimiz qayerga o'tib oladi? Aktivdagi oldinga o'tib oladi. Keyingisi nima? We only add, biz faqat qo'shamiz by plus agent, ya'ni qiluvchi odam.
Bay bilan birga kim qilishini oxirida yozsak ham bo'ladi. Tushuna oldikmi? Yaxshi. When it's important. Qachonki u muhim bo'lsa, often we leave it out. Odatda biz uni tashlab ketamiz. Hamma tushunali bo'ldi? To'liq. Tushundingmi? Tushuna olding passiv o'smaligini. Ha? Yaxshi. That's it. Bu shu bizda. Hurmatli obunachilarimiz, agar darsimiz yoqadigan bo'lsa, YouTube kanalimizga a'zo bo'ling va izohlarda o'zingizning fikringizni yozib qoldiring.